O'zbekistonda buddalarning ehromi borligini bilarmidinglar? Hozir men Termizda Fayoz Tepa. Bitta Fayoz Tepa buddizm inshootiga kirib ketamiz. Hozir ichida nima borligini ko'rsatib beraman. Hozir bizga aytishi bo'yicha buddistlar bu yoqqa kelar ekanda, mana bu gumbaz atrofida o'zini rituallarini qilishar ekan. Aylanasiga turib olib buddistlar shu aylanasiga o'z ritualini bajarishar ekan va bu uchun UNESCO, Yaponiya va o'sha buddistlar qanaqadir assotsiatsiyasidan pul ajratilar ekan. Bu yoqda o'sha katta rohiblar o'tirgan ekan. Shunaqa joylari bo'lgan ekan ularning. Mana katta xonalar va hammasi bir-biriga ulanib ketgan. Mana bu yoqda yana bitta xona. Mana bu yoqdan chiqish, mana bu yoqdan ham chiqish. Va bu markaziy bo'lgan, mana bu ustunlar, mana shunaqasi ustunlar bo'lgan, o'rtada o'sha basseyn bo'lgan. Bu yoqda o'sha yig'ilishib sig'inishgan, o'sha qanaqangi rituallari bo'lsa o'shalarni bajarishgan. Va bu yoqda mana shunaqasiga menimcha har bitta rohibni xonalariga va bunaqasiga bo'linib ketgan. Bu yoqdan chiqsa. Mana yana bitta shunaqa xona. Kichkina xonachalar. Menimcha mana bu sal kattaroq rohibniki bo'lgan, chunki mana balandroq ustunlari bor. Va o'sha tushunishim bo'yicha rohibni o'sha sinfi darajasiga qarab xonasini katta kichikligi yo ustun bo'lish bo'lmasligi ham o'zgargan bo'lsa kerak. Va o'sha bizga aytib berishiga qaraganda, mana shu joy ularning oshxonasiga to'g'ri kelgan. Shu yoqda hammasi yig'ilib ovqatlanishgan, gaplashib, boshqa ishlarni bajarishgan shu yoqda.